700 yer nech pul keyin? 39 mingga berib yuboramiz. Voy, nimaga 39 ming? Gaz yo'qmi? Gaz va suvdan muammo Suv ham bormi? Transport ham bor. Transport ham bor ekan. Katta ko'chagacha примерно bir 150 metr chiqsa kerak. 16 metrli fasad bo'ladi. Bu yerda bor, akam bemalol kelib turib yashaysiz ham bo'ladi. Bu xonadon ko'rishingiz mumkin. Bu yerda xo'lis. Ikkita o'g'liga bemalol bo'lib olsangiz bo'ladi. Ikkita xonasi bor, undan tashqari oldida ayvoni bor. Ko'rishingiz mumkin. Hozircha yashab turib, ozginchdan keyin qivorsiz ham bo'ladi. Xo'p, kirganimizda bitta ho'li, yoni yopib qo'yishgan. Xo'p, bu yerdan chiqqanimizdan keyin bu yerda orqa hovlisi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda Mana suvlarni ko'rsating, suv, gaz, svet har doim muammom deb yurishadi. Mana oqib turibdi. Aroqda ham suv bor, vodoprovodda ham. ariq ham suv oqyapti, vodoprovoddan ham suv oqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda g'ishlar bilan o'rab qo'yilgan joygacha, xudo xolasa 39 ming dollarga mana shu xonadonni berib olamiz. Kimga qiziqsa, mana pastga telefon olib, tez balki qoramiz. Men sizlarga akasini tushuntiradigan bo'lsam, Toshkent postidan bir 8 kilometrlar kirilgandan keyin, Tabraskidan o'tganimizdan keyin joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa bor, tez baraka qilib yuboramiz. Men pastga telefon qilib.